Bu qo'limdagi qurilma o'zi kichkinagina bo'lsa ham, lekin gaz va elektrdan keladigan katta xarajatlardan sizni saqlab qolishi mumkin. Ishonmayapsiz-a? To'g'ri qilasiz. Chunki men o'zim ham hozirlik yetib beradigan ma'lumotlarni bilmagunimcha shunaqa fikrda bo'lganman. Aqlli termostatlar. Bu qurilma hozirgi zamonaviy isitish tizimining eng muhim elementlaridan biri bo'lib, uning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat. Birinchi afzallik, aqlli termostatlar foydalanishga qarab haroratni avtomatik sozlaydi. Ya'ni faqat kerak bo'lgan vaqtda isitadi, bu esa gaz yoki elektr sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Ikkinchi afzallik, smartfon yoki planshet orqali masofadan turib uyda bo'lmasangiz ham boshqarish imkoniyati mavjud. Masalan, ishga ketayotganingizda isitish tizimlarini o'chirib, uyga qaytayotganda yoqish mumkin. Uchinchi afzallik, aqlli termostatlar sizning isitish odatlaringizni o'rganib, haroratni avtomatik moslashtiradi. Bu esa o'z navbatida har kuni o'chirib yoqishga hojat qoldirmaydi. To'rtinchi afzallik, aqlli termostatlar an'anaviy termostatlarga qaraganda haroratni 0,5 gradus aniqlikda boshqaradi. Bu esa barqaror qulaylikni ta'minlaydi. Beshinchi afzallik, qaysi kuni qancha energiya ishlatganingizni ilova orqali boshqarishingiz mumkin. Bu esa sarf xarajatlarini tahlil qilishga yordam beradi. O'ylaymizki, gaz va elektr xarajatlaridan pulingizni tejashga yordam beruvchi ushbu aqlli termostatlar haqida yetarlicha ma'lumotlarni bera oldik. Videoni foydasi tegadi deb o'ylagan tanishlaringizga albatta yuborib qo'ying. Ma'lumotlar foydali bo'lsa, like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Aqlli termostatlar uchun esa albatta klimatingizga tashrif buyuring.